o'rgatdi. Ya'ni faqat Alloh abadiydir. Agar istasa insonlarga ham abadiylik berishi mumkin. Agar u istasa bir-biridan judo bo'lganlar abadiy bo'lgan jannatda qayta uchrashishlari mumkin. Bu bilan Alloh u kishiga keyinchalik ayon bo'ladigan qiyomatga bo'lgan iymonining poydevorini yaratdi. Payg'ambar alayhissalomning yosh chog'larida mana shuncha qiyinchilikdan o'tganlari haqida o'ylasangiz hayratda qolasiz. Hayotlarining har bir lahzasi Alloh tomonidan reja qilingan. Alloh tomonidan berilgan har bir sinov va qiyinchilik u zotning barkamol bo'lishida katta o'rin egalladi. Chunki kelajakda u kishiga juda og'ir mas'uliyat topshirilardi. Chaqaloqliklardan boshlab o'z shahridan uzoqda o'sib ulg'aydilar. Shu sabab ruhiyatlari tetik edi. Jismonan baquvvat bo'lib, so'zlashlari ham juda go'zal edi. Endi ko'chib o'tadigan uylarni hisobga olsak, u zot balog'atga yetgunlaricha 5 xil uyda yashab katta bo'ladilar. Mana shu orqali u kishi har xil odamlar bilan yashashni o'rgandilar. Bobolari bilan yashaganlarida shahar qanday idora qilinishini ko'rdilar. Ota-onalari bo'lmasa ham u kishini 3 xil ona va 3 xil ota tarbiya qildi. Har birlari o'zlariga xos xulq-atvorga ega edi. O'z onalaridan tashqari sut onalari Halima, ota sifatida esa uning eri Xoris. Enagalari Ummu Ayman o'ziga xos tarzda onalik mehrini ko'rsatgan bo'lsa, bobolari Abdul Muttallib boshqacha tarzda ota bo'ldilar. Nihoyat amakilari Abu Tolib u zotni o'z qaramog'iga oldilar. Uning ayoli Fatima ham payg'ambarimizga o'z farzandlariga ko'rsatgan mehrini ko'rsatdi. Hammalarni teng ko'rdi. U kishiga shunchalar ko'p mehr muruvvat ko'rsatilar ediki, keyinchalik u zotning ularning har birini